Assalamu alaykum, qadirli sağoldaşlar. Farabi 4 dershanısına hoş geldiniz. Bugün hazırlıklama Uyghur dili dersimizden 36. dersini ötümüz. Bu dersimiz san söz türkümü hakkında. Bu dersimizde sanның mənisi ve sanның türleri hakkında toxtulup ötümüz. Dersimizge başlaşdan burun ötken saatlik dersimizin ahir sorap ötken güvenlik sualımızga cevap berip ötümüz. Qaysi söz türkümlerden sifat yasaşık boldu? Bu sualın cevabı isim, fiil, reviş, sifat söz türkümlerden ve san miqdar birikmizden faydalanıp sifat yasaşık boludu. Əmdə bugünkü dərsimiz gəlsək, san haqqı toxunub ötümüz. Ondaqda sanның mənasını, san şeylərin hesabını, rədd tərtibini yoki numurluq bəlgisini bildirdiğin söz türkümü. Sanlar neçə, qancha, neçilik, qançilik, neçinci, qançinci qatarlıq suallara cavab olub keldi. Məsələn, 5, 8, 11, 20, 82, 186, 1000, 4'ten 1, 1000'den 1, yüzce, neçə min, minliğan, 5-ci, 16-cı degəndək müştənamisi sanlığa kirdi. Umumlaşdırıb gəlsək, san degənimə, san deganimiz şeylərinin hesabını, tərtibini yoki numurluq bəlgisini bildirdiğin sözlər san deyildi. Məsələn, İstanbul'un nüfusu 16 milyon bulup, Türkiye nüfusunun təxminən 5'ten 1'ini teşkil kılıdı ve dünyadaki nüfus sani en köp şehirler içinde 13. qatarda durdu. Müşəriki 16 milyon, 5'ten 1, 13. degəndək müştənamisi sanlığa kirdi. Əmdi sanның türlerini görüp çıxsaq, sanның türleri tüzleşik qarab, addi san ve mürekkep san dep ikiye bölünüdü. Bundaqda addi sanını görüp baxsaq, addi sanğa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 degəndək müş sanlar addi sanlar kirdi. Mürekkep sanlar bolsa 17, 260, 496, 3440, 7615 degəndək müşxil türdəki sanlar mürekkep sanlar kirdi. Əmdi addi sanlar bilan mürekkep sanlarını təfsili görüp çıxsaq, addi sanlar birli söz bilan ifadelandı. Uyghur dilida tövəndikidək addi sanlar var. Məsələn, 1, 6, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, milyon, milyar, trilyon degəndək müşxil sanlar addi sanlar kirdi. Yəni addi san boluş üçün birli söz bilan ifadelaniş kerak. Tarihi noktadan qarğa vaqtda 80-90 sanlarının 8-10, 9-10 şekilde iki sözün tüzülgenlik məlum bolsunmu, lekin hazırki gündə ular iki sözlük şekildən ayrılıb qalğan 100, 1000, milyar sanlarını aldığı bəzide bir söz qoşulub keldi, lekin bu bir sözü bu sanlarının mənisiga təsir yetkizəməydi. Şuna ular yanıla addi san hesablanıdı. Əmdi mürekkep sanlarını görüp çıxsaq, mürekkep sanlar addi sanlarının yoki mürekkep sanlarının məlum münasibət bir kişiden hasıl buludu. Sanlar tövəndiki münasibətlərdə birikidir. Birinci qoşuluş münasibəti. Bunun da kiçik xanlıq san, çoğ xanlıq sanının keyni gelip onun qoşuludu. Məsələn, 11, 35, 56, 105, 1001 deyəndək müşxil kiçik sanlar, çoğ sanlarının keyni gelip bu şekilde qoşuldu. İkinci, həssələniş münasibəti. Bunun da kiçik xanlıq san, çoğ xanlıq sandan aldıq gelip onu həssələydi. Məsələn, 500, 10 min, 120 min, 3 milyon degəndək müşxil kiçik xanlıq sanlar, çoğ xanlıq sandan aldıq gelip bunu həssələydi. Uyghur dilidəki mürekkep sanlar az bolğanda 2, köp bolğanda 10 neçə, hətta 10'dan mı köp addi sanlarının yuqorqu münasibətlərdə, yəni qoşuluş münasibəti və həssələniş münasibəti boyunca bir kişiden asılı buludu. Məsələn, 17, 260, 496, 3440, 7615, 1 milyon 512 min 850, 2 milyon 325 min 214 degəndək müşxil sanlar, yəni ən az bolğanda 2, köp bolğanda 10 neçətdə, 10'dan mı köp bolğan addi sanlarının bir kişiden mürekkep sanlar asılı buludu. Sanlarının tüzülüşü qarab bölünüşünü görüp çıxdıq. Əmdi sanların morfologiyalik türlerini görüp çıxsaq, sanlar türleniş və cüpleniş yolları bilan tövəndikdək qrammatiklik türlərini asılı qılıdı. Sanaq san, mölçər san, tərtib san, kesir san, təqsim san, reviş san, kişilik san və almaç san degəndək muşu 8 xil qrammatiklik türünü asılı qılıdı. Əmdi bu haqida təfsili toxtulub ötsək, birinci sanaq san haqqı toxtulub ötümüz. Sanaq sanlar addi ve mürekkep sanlarının əsli şekli sanaqsan hesaplanıdı. Sanaqsanlar eniq bütün sanını bildirib cümlədə asasən
aniqlovchi ba'zida xabar bo'lib keladi. Masalan, maktabimizda 3000 o'quvchi bor. Bu jumlaning egisi o'quvchi va 3000 degan son bu o'quvchi degan ismni aniqlab kelgan. Dunyoda 5 qit'a, 4 okean bor. Bu jumlaning egisi bo'lsa, qit'a va okean va bu yerdagi qit'a va okeandan iborat ikki ismni 5 va 4 dan iborat ikki son aniqlab kelgan. To'xu to'shqan 50 puti 102 degan bu jumlada bo'lsa, ya'ni bu tepishmoqda bo'lsa, 50 va 102 degan bu ismlar xabar rolda kelgan. Sanoq sonlar ko'p holda miqdor so'zlarga beqinib, son miqdor birikmasini hosil qilib keladi. Masalan, 5 chang go'sht, 100 kilometr yo'l, 1 yutum suv, 2 qatim barmoq, 2 soat kutmak degandek mushkil so'z birikmalarida 5 chang, 100 kilometr, 1 yutum, 2 qatim, 2 soat deganlarning hammasi mushkil son miqdor birikmalari son bilan miqdorning birikmasidan hosil bo'lgan. İkinci mölçer son. Mölçer sonlar şeylerinin təxmin sonunu bildirdi. Uyğur tilida mölçer sonlar bir neçə xil usulda yazılıb, hər qaysı özünə xas mölçer ma'nosini ifodalaydi. Birinci sanaq sonlarga çə yoki dek qo'shimchasining qo'shilishi bilan bir xil mölçer son yasaladi. Bu xil mölçer sonlar shu sanaq sondan sal kam yoki ortiq bo'lishi mumkin bo'lgan mölçer sonni ifodalaydi. Masalan, bugungi yig'inga 50cha yoki 50tek odam qatnashdi. Ya'ni bu yerdagi 50cha 50tek bo'lsa, shu sondan ya'ni 50dan biroz ko'p yoki biroz ortiq bo'lishi mumkin. Bizning maktabda 2000 dak yoki 2000 cha o'quvchi bor. Bu yerdagi 2000 dak yoki 2000 cha bo'lsa, 2000 dan sal kam yoki sal ortiq bo'lgan sonni ifodalaydi. İkinci, ikki sanoq sonini juplashtirish yo'li bilan bir xil mo'lchar son yasaladi. Bu xil mo'lchar sonlar shu ikki sanoq son oralig'idagi mo'lchar sonni ifodalaydi. Masalan, men sizimizda 5-6 qatim bordim. Bu yerdagi 5-6 degan ikki sanoq sonning birikishinosi bo'lgan mo'lchar son yoki 5 yoki 6 bo'lgan mushkil ma'ni ifodalaydi. Ularning maktabida 5-6 ming o'quvchi bor. Bu yerdami o'xshashlar ikki sanoq son birikib, ya'ni 5 bilan 6 birikib bir mo'lchar sonni, ya'ni yoki 5 yoki 6 degandek mushkil mo'lchar sonni ifodalagan. Bu 10-20 kunlik ish emas. Bu yerdagi 10 bilan 20 iborat ikki son birikib, 10 bilan 20 ning orasidagi mo'lchar bo'lgan bir sonni ifodalagan. Uchinchi, necha, qancha yoki bir necha, bir qancha so'zning yordami bilan bir necha xil mo'lchar son yasaladi. Bularni endi tafsiliy ko'rib chiqsak, necha, qancha yoki bir necha, bir qancha so'zi yolg'iz qo'llanilsa, birlar xonasi doirasidagi mo'lchar son ifodalanadi. Masalan, bir necha o'quvchi, necha parcha kitob, bir qancha odam degandek mush so'z birikmalarida bo'lsa, bu yerdagi bir necha o'quvchi bo'lsa, bu yerdagi bir necha, ya'ni birlar xonasi doirasiga, ya'ni 10 dan kichik bo'lgan mo'lchar sonni ifodalaydi. Necha parcha kitob bo'lsa-mu, necha parcha degan birlar xonasi, ya'ni 10 dan kichik bo'lgan sonlarni ifodalaydi. Bir qancha odamlikmi, bir qancha o'xshashlar birlar xonasi, ya'ni 10 dan kichik bo'lgan sonlarni ifodalaydi. İkinci, necha so'zi onlar xonasidan yuqori bo'lgan sanoq sonlarning keyiniga qo'shilib kelsa, shu songa qo'shilgan birlar xonasi doiradagi mo'lchar sonni ifodalaydi. Masalan, 10 necha odam, 30 necha ot, 70 necha qo'y, 100 necha o'quvchi degandek bu yerdagi 10 necha odamdagi 10 necha bo'lsa, ya'ni 10 ning keyiniga qo'shilgan necha bu yerdagi 10 ning oxiridagi birlar xonasi doirasidagi mo'lchar sonni ifodalaydi. Buna oxirdagi o'xshashlar 30 necha, 70 necha, 100 necha bo'lganda o'xshashlar shu 30 ning, 70 ning va 100 ning keyinga kelgan birlar xonasi sonning mo'lchar ma'nosini ifodalaydi. Uchinchi, onlar xonasidan yuqori bo'lgan oddiy sanoq sonlarning oldi qo'shilib kelsa, shu sanoq son birlar xonasi doirasida aslashtirilgan mo'lchar sonni ifodalaydi. Masalan, necha 10 odam, bir qancha ming o'quvchi, qancha 100 ming askar degandiki, necha 10 bo'lsa, 10 dan bir nechasi cho'ng bo'lgan, bir qancha ming bo'lsa, mingning bir qanchasi bo'lgan, qancha 100 ming bo'lsa, 100 mingning bir nechasi bo'lgan mushkil ma'nodagi mo'lchar sonlarni ifodalaydi. Mo'lchar sonlarning to'rtinchisi onlar xonasidan yuqori bo'lgan oddiy sanoq sonlarning yo'linish kelish shaklida yaqin so'z bilan birikib kelishi yoki chiqish kelish shaklida ortiq yoki ko'p so'zi bilan birikish orqali bir necha xil mo'lchar son yasaladi. Yaqin so'z bilan yasalgani shu sondan sal kam bo'lgan mo'lchar sonni bildirdi. Ortiq yoki ko'p so'z bilan birikib yasalgani bo'lsa, sanoq sondan ortiq bo'lgan mo'lchar sonni bildirdi. Masalan, yig'inga 1000 dan ortiq odam qatnashdi. Bu yerdagi mo'lchar son bo'lsa, 1000 dan ko'p bo'lgan degan ma'noni bildirgan.
Bu şirketning 100 ga yaqin tarmoq şirketi, 1000 dan ko'p do'koni bor. Bu yerdagi 100 ga yaqin bo'lsa, 100 dan ko'p emas, 100 dan oz bo'lgan. 1000 dan ko'p bo'lsa, 1000 dan ortiq bo'lgan degan ma'nodagi mo'ljar sonni ifodalagan. 5-chi yuzlar xonasidan yuqori xonadagi sanoq sonlarga yoki necha qancha so'z bilan hassillashtirgan cho'ng mo'ljar sonlarga ligan, ligan qo'shimchasini qo'shish bilan bir xil mo'ljar son yasaladi. Bu xil mo'ljar sonlar bir xil tasviriy xarakterga ega bo'lib, so'zlaguchining shu qadar ko'p degan hissiyotini qo'shib ifodalaydi. Masalan, bu millionlagan omma bilan munosabatlik ish, bu yerdagi millionlagan degan mo'ljar son so'zlaguchining ya'ni milliondek ko'p degan hissiyotini ifodalagan. Bu maktabdan necha yuzlagan olimlar yetishib chiqqan. Bu jumladagi bu necha yuzlagan degan mo'ljar son shu yerdagi so'zlaguchining yuzdek ko'p, ya'ni shu qadar ko'p degan ma'nodagi hissiyotini ifodalagan. 100 minglagan, millionlagan inson urush sababidan yurtidan ayrildi. Bu jumladagi 100 minglagan, millionlagan shu mo'ljar son bo'lsa, so'zlaguchining shu qadar ko'p, ya'ni 100 ming, milliondek ko'p bo'lgan hissiyotni ifodalagan. Ba'zi mo'ljar sonlar yana miqdor so'zlarga beqinib, son miqdor birikmasini hosil qiladi. Masalan, necha jin go'sht, 10 necha metr raq, necha ming kilometr yo'l, 5-6 qitim bormoq degandagi, mushadagi necha, 10 necha, necha ming, 5-6 degandek mush mo'ljar sonlar oq tarafida kelgan jin, metr, kilometr, qitim degandek miqdor so'zlarga beqinib, son miqdor birikmasini hosil qilgan. Üçüncü ko'rib chiqadiganimiz tartib sonlar. Tartib sonlar sanoq son va ba'zi mo'ljar sonlarga nechi, inchi qo'shimchasining qo'shilishi bilan tartib sonlar yasalib, shaylarning rad tartibini, darajasini yoki nomerlik belgisini bildirib keladi. Masalan, 1-chi, 2-chi, 17-chi, 7-8-chi, 10-chi degandek mushalar ko'rib chiqqan sonlar tartib sonlarga kirdi. Əmri tərtib sonlarının cümledəki vəzifəsini görüb çıxsaq, tərtib sonlar cümlədə asasən eniqləyici olub kelidi. Məsələn, biz 7-ci binanın 5-ci qavatında otururuz. Müş cümledəki 7-ci və 5-ci degan tərtib sonlar bu cümlədə eniqləyici vəzifəsi kelgan. O'ng qo'l tarafdagi 2-ci uy bizning ishxonamiz. Bu jumladan o'xshashlar 2-ci degan tartib son jumlada aniqlovchi vazifasiga kelgan. Ular 7-8 aylarda kelishi mumkin. Bu jumladami 7-8 degan tartib son bu jumlada aniqlovchi vazifasiga kelgan. Tartib sonlarning yana bir muhim vazifasi ular jumlada qistirma bo'lib kelib, nutq mazmunini turlarga ayirish rolini o'ynaydi. Masalan, maqol yozishdagi 3 cho'ng qoida tovandikicha: birinchi imloga diqqat qilish, ikkinchi maqol bo'laklarini to'g'ri ayirish, uchinchi maqol temasidan chetnab ketmaslik. Bu yerdagi birinchi, ikkinchi, uchinchi degan tartib sonlar mush jumlada qistirma bo'lib kelib, nutq mazmunini turlarga ayirish rolini o'ynagan. Tərtib sonlar hərəkət miqdarını bildirdigan miqdar sözlər bilan birikib, son miqdar birikməsini hosil qiladi. Masalan, birinchi qitim ko'rmak, ikkinchi navbat bormoq degan müşayda ko'rib chiqqanimizdek, birinchi degan tartib son qitim degan harakat miqdoriga beqinib kelib, bu yerda son miqdor birikmasini hosil qilgan. Ikkinchi degan tartib son bo'lsa, navbat degan harakat miqdori bilan birikib yoki beqinib son miqdor birikmasini hosil qilgan. 4-ci kesir sonlar. Kesir sonlar birdən kiçik parça sonunu bildirib, odatda bir bütünlükni təşkil qilgan şeylərinin ma'lum bir qismini ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Kesir sonlar məxrəcni ifadelaydigan və surətni ifadelaydigan ikki sanoq sondan tuziladi. Məxrəcni ifadelaydigan sanoq son din qo'shimchasi bilan birikib oldida keladi. Ondan surətni ifadelaydigan sanoq son keladi. Masalan, 4-dan 3, 10-dan 7, 1000-dan 1, 105 degandek mushkil sonlarning hammasi kesir son hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ko'rib chiqqanimizdek 4dan, 10dan, 1000dan, 100dan degandek mush maxrajni ifodalaydigan sanoq sonlar din qo'shimchasi bilan birikib oldiga kelgan va suratni ifodalaydigan sanoq sonlar bo'lsa, oqida ya'ni 3, 7, 1, 5 degan shu suratni ifodalaydigan sonlar bo'lsa, oq tarafida kelgan. Agar kesir sonlar sanoq son, ya'ni butun son bilan qo'shilib kelsa, sanoq sondan keyin butun so'z qo'shilib, ondan kesir son aytildi. Masalan, 1,10dan 7, 2,4dan 1 degandek mushkil kesir sonlar sanoq son bilan birikib kelgandan keyin, ya'ni mishadagi 1 va 2 dan iborat sanoq son bilan birikib kelgandan keyin, sanoq sondan keyin butun so'z qo'shilib, ondan keyin kesir sonlar aytildi. Kesir sonlar abstrakt son uqumini ifodalamay, ma'lum shay bilan munosabatlik son uqumini ifodalab kelgan vaqtda, odatda bevosita jumla bo'lik bo'lmasdan, bir bo'lsa almayson shaklida jumlaga qatnashdi. Buni almayson degan bo'lakda ko'rib chiqamiz. Bir bo'lsa qism yoki bo'lak degan ismga beqingan holda,
bir isim birikmesini hosil qilib, bir bütünlükni ifodalovchi ism yoki almashni egilik kelish shaklida o'ziga beqindirib keldi. Masalan, o'quvchilarning 3dan 1 qismini qiz o'quvchilar egallaydi. Bu yerdagi 3dan 1 qismidan iborat shu kasr son beshida kelgan o'quvchilarning, ya'ni egilik kelish shakliga kelgan ismni o'ziga beqindirib kelgan. Bizning 4dan 3 qismimiz janubdan kelgan, bu yerdagi kasr son bo'lgan 4dan 3 qismdan iborat ismga beqinib kelgandan keyin bizning degan almashni o'ziga beqindirib kelgan. Bu ders bütün ders vaqtining 5dan 2 qismini tashkil qiladi. Bu jumlada o'xshashla 5dan 2 degan kasr son qismdan iborat ismga beqinib kelgandan keyin vaqtdan iborat shu egilik kelishda kelgan ismni o'ziga beqindirib kelgan. 5-chi taqsim sonlar. Taqsim sonlar sanoq son va ba'zi mo'ljar sonlarga din qo'shimchasining qo'shilishi bilan taqsim sonlar yoziladi. Masalan, 1dan, 3dan, 5dan, 100dan, 10 nechidan degandek taqsim sonlar yoziladi. Taqsim sonlar ismg'imi, fe'lg'imi beqinib keldi. Ismga beqinib kelganda shu son ko'plikdagi shayning ma'lum ko'p sonliq shayning har biri bilan aloqador bo'lishini bildirdi. Masalan, a'lochilarga 1dan lug'at, 2dan daftar, 1dan qalam mukofot berildi. Bu yerdagi 1dan, 2dan, 1dan degan mush taqsim sonlar oq tarafiga kelgan lug'at, daftar, qalam degandek ismlarga beqinib kelgan. 4dan at qo'shilgan 5 harfi yo'lga chiqdi. Bu yerdagi 4dan degan taqsim son oq tarafiga kelgan, at degan ismga beqinib kelgan. Her bir mashinaga 5dan kishi o'ltirdi. Bu jumlada o'xshashla 5dan degan taqsim son kishi degan ismga beqinib kelgan. Taqsim sonlar takror shaklida yoki takror sanoq songa din qo'shimchasi qo'shilgan shaklda qo'llanildi. Bundaq takrorlangan taqsim sonlar asosan fe'llarga beqinib, ma'lum ko'p sonliq shayning shu son bo'yicha keyin-keyinda bo'linishini yoki ko'p yerga bo'linishini bildirdi. Masalan, kishilar 2dan 3dan tarqalishga boshladi. Bu yerdagi 2dan 3dan degan taqsim son tarqalishga boshladi degan xabarga beqinib kelib, shu yerdagi kishilarning, ya'ni ko'p sonliq shayning shu son bo'yicha keyin-keyindan bo'linishini bildirgan. Yangi o'quvchilar har kuni 20 dan 30 dan kelyotidi. Bu yerda o'xshashlar 20 dan 30 dan degan taqsim son kelyotidi degan fe'lga beqinib kelib, bu yerdagi ko'p sonliq shayning, ya'ni yangi o'quvchilarning keyin-keyindan bo'linishini bildirgan. Kishilar 5dan 4dan to'planib muhokama qilishyotidi. Bu yerda o'xshashlar 5dan 4dan degan taqsim son muhokama qilishyotidi degan fe'lga beqinib kelgandan keyin bu yerdagi kishilarningki, ya'ni ko'p sonliq shayning shu son bo'yicha ko'p yerga bo'linishini bildirgan. Fe'llarga beqinib kelganda, ya'ni taqsim sonlar fe'llarga beqinib kelganda ma'lum ko'p sonliq shayning shu son bo'yicha tekshi bo'linishini bildirdi. Masalan, bu daftarlar har bir o'quvchiga 2dan beriladi. Bu yerdagi taqsim son bo'lgan 2dan beriladi degan fe'lga beqinib kelgandan keyin bu yerdagi ko'p sonliq shayning, ya'ni daftarning shu son bo'yicha tekshi bo'linishini ifodalagan. Qatorga 5dan tizlanglar. Bu jumlada o'xshashlar 5dan degan taqsim son tizlanglar degan fe'lga beqinib kelgandan keyin shu yerdagi ma'lum ko'p sonliq shayning shu son bo'yicha tekshi bo'linishini, ya'ni shu yerdagi insonlarning shu son bo'yicha tekshi bo'linishini bildirgan. 6-chi revision. Revissonlar sanoq sonlarga va ba'zi mo'ljar sonlarga lab qo'shimchasining qo'shilishi bilan yozildi va ko'pincha takrorlangan yoki kichigi bilan cho'ng juplashtirilgan shaklda qo'llanildi. Masalan, minglab, yuzlab minglab, beshlab o'nlab, birlab ikkilab, necha o'nlab degandek mushkil revissonlar yozildi. Revissonlar asosan fe'llarga beqinib, ko'p sonli odamlarning ma'lum harakat bilan taxminan shu son ko'plikdagi turkum bo'yicha munosabatlashganligini bildirdi. Masalan, dushman askarlari minglab yo'qitilmoqda. Minglab degan revisson fe'lga beqinib, ya'ni yo'qitilmoqda degan fe'lga beqinib kelgandan keyin shu ko'p sonli odamlarning, ya'ni dushman askarlarining ma'lum harakat bilan taxminan shu son ko'plikdagi turkum bo'yicha, ya'ni minglab shu turkum bo'yicha munosabatlashganligini bildirdi, ya'ni yo'qitilganligini bildirdi. Yangi o'quvchilar 20lab 30lab kelishga boshladi. Bu jumlada o'xshashlar 20lab 30labdan iborat reviston kelishga boshladi, ya'ni bu yerdagi fe'lga beqinib kelgandan keyin ko'p sonli odamlarning, ya'ni yangi o'quvchilarning ma'lum harakat bilan taxminan shu son ko'plikdagi turkum bo'yicha munosabatlashganligini, ya'ni kelishga boshlaganligini bildirdi. Kishilar birlab ikkilab tarqalishga boshladi. Bu yerdagi birlab ikkilabdan iborat shu reviston
tarqılış başladı degan fe'ilga beqinib kelgandan keyin kishilardan iborat ko'p sonli odamlarning ma'lum harakat, ya'ni tarqilishdan iborat shu harakatdan keyin taxminan shu son ko'pligidagi turkum bo'yicha munosabatlashganligini bildirgan, ya'ni birlab ikkilabdan iborat shu son ko'pligidagi turkum bo'yicha munosabatlashganligini, ya'ni tarqilishga boshlaganligini ifodalagan. 7. Kişilik son. Kişilik sonlar sanoq son va ba'zi mo'lchab sonlarga aylan qo'shimchasini qo'shish bilan yasaladi. Bu qo'shimcha so'ziq tovush bilan oxirlashgan sonlar qo'shilganda sonning oxiridagi so'ziq tovush tushib qoladi. Masalan, bir aylan, ikki aylan, uch aylan, 5-6 aylan, 10 necha aylan, bir necha aylan degandek mushkil shakldagi kişilik sonlar yasaladi. Va yana ko'rib chiqqanimizdek 2, 6 dan iborat mushkil sonlar qo'shilgan vaqtda bu yerdagi a tovushi, ya'ni sonning oxiridagi so'ziq tovush tushib qoladi. Kişilik sonlar shu son ko'plikdagi odamni bildirish ixtiyoriga ega bo'lib, ism o'rnida qo'llanadi. Biroq bundaq sonlarni ma'lum sondagi odam ko'rsatilgan joylarning hammasida qo'llanishga bo'lmaydi. Kişilik sonlar umuman tuvandagidek joylarda qo'llaniladi. Birinchi, shayning odam ekanligini aytish hojatsiz bo'lib, faqat uning sonini aytish zarur bo'lgan vaqtda kişilik sonlar ism o'rnida qo'llaniladi. Masalan, Hiliqi yangi kelgan ikki yillanmi yig'inga qatnashsin. Bu yerdagi ikki yillandan iborat kishilik son bu yerdagi ismning rolida kelgan. Bizning sinfdan 3 yillanning lug'ati yo'q. Bu yerdagi 3 yillandan iborat kishilik son bu yerda o'xshashla ismning, ya'ni bu yerdagi 3 kishining o'rnida qo'llanilgan. Ikkinchi, ko'plik shaxs almashlaridan keyin izoh aniqlovchi bo'lib, ko'plik shaxs almishni son jihatdan aniqlaydi. Masalan, biz 3 aylan bir guruhi bo'laylik, sizlar 4 aylan bir guruhi bo'linglar. Ular 5 aylan bir guruhi bo'lsin. Bu yerdami 3 aylan, 4 aylan, 5 aylandan iborat mush kishilik sonlar ko'plik shaxs almashlaridan keyin, ya'ni biz, sizlar, ular degandek mushkil ko'plik shaxs almashlaridan keyin izoh aniqlovchi bo'lib, ko'plik shaxs almishni son jihatdan aniqlab kelgan. 3. Atab ko'rsatilgan bir qancha odamni soni bilan umumlashtirish rolini o'ynaydi. Bu chog'da odam ismlari uningga aniqlovchi bo'ladi. Masalan, men, Ahmad, Tursun, Turdi to'taylan Oqsudan bu yerdagi to'taylandan iborat kishilik almash. Müşahid atab ko'rsatilgan men, Ahmad, Tursun, Turdi degandek bir qancha odamning soni bilan umumlashtirish rolini o'ynagan. Va bu yerdagi men, Ahmad, Tursun, Turdidan iborat mushu odamning ismlari uningga aniqlovchi vazifasiga kelgan. 8. Almaysan. Almaysanlar sanoq son, mo'lchar son, kesir son va tartib sonlarga ismning ko'plik tavallik qo'shimchalari qo'shilib, almaysan yasaladi. Masalan, ikkimiz, to'rtimiz, uchinglar, 10 nechisi, 3dan biri, 5-si degandek mushkil shakldagi almaysanlar yasaladi. Almaysanlar bo'lsa tuvandagidek qo'llaniladi. Birinchi, ma'lum shaxsga aniq sonli odamni bildirib, kishilik sonlar bilan o'xshash rolda keldi. Masalan, hiliqi yangi kelgan ikkisimi yig'inga qatnashsin. Bu yerdagi ikkisimi, ya'ni almaysan aniq sonli odamni bildirib kelib, kishilik sonlar bilan o'xshash rolda kelgan. Bizning sinfdan 3imizning lug'ati yo'q. Bu yerdagi 3imizdan iborat almaysan aniq sonli odamni bildirib kelgandan keyin kishilik sonlar bilan o'xshash rolda kelgan. Bilet yana barmi? Bu 3ga bilet tegmidi. Bu yerdami 3ga degan almaysan, bu yerdagi aniq sonli odamni bildirib kelgandan keyin kishilik sonlar bilan o'xshash rolda kelgan. Biz 3imiz bir guruhi bo'laylik, sizlar 5inglar bir guruhi bo'linglar. Bu yerdami 3imiz 5inglardan iborat mush almaysanlar aniq sonli odamni bildirib kelgandan keyin kishilik sonlar bilan o'xshash rolda kelgan. Bu roldagi birinchi, ikkinchi shaxs almaysanlar egillikli shaklda aniqlovchi bo'lib kelgan vaqtda aniqlanuvchi 3-chi shaxs tavallik shaklda kelsimi, almaysanninki bilan o'xshash shaxsga tavallik shaklda kelsimi bo'laverdi. Masalan, bizning sinfdan 3imizning lug'atimiz yo'q yoki lug'at yo'q. Bu yerda ko'rib chiqqanimizdek, almaysanninki bilan o'xshash shaxsga tavallik shaklda kelsimi bo'laverdi. Ya'ni lug'atimiz shaklda kelsin bo'ldi, lug'ati shaklda kelsin bo'ldi. Sizlar ishqinlarning lug'ati bormi yoki lug'atinglar bormi? Bu yerdagi ishqinlarning iborat almaysan egilib kelishdi kelgan va bu yerdagi ishqinlar bo'lsa, ikkinchi shaxs almash shaklida kelgan. Sizlar ishqinlarning lug'ati bormi yoki lug'atinglar bormi? O'xshashlar lug'ati yoki lug'atinglar shakli qo'llanilsa bo'laverdi. Ikkinchi, ma'lum umumiyatning shu son ko'pligidagi yoki shu son tartibidagi biriga yoki bir qismiga vakillik qiladi. Almaysan vakillik qilgan umumiyat egilib kelish shaklida uningga aniqlovchi bo'lib kelgan ism yoki almashdan ma'lum bo'ladi. Biroq til sharoiti aniq bo'lganda bu xil ism yoki almashlar tushib qolishi mumkin. Masalan,
Biz 4 bala, ikkimiz oğul, ikkimiz kız bu yerdeki, ikkimizning oldidagi bizning degan olmay tushib qolsin bo'ladi. Ya'ni tushib qolishi mumkin. Bu kitoblarning 5i kutubxonaning, 4i o'qituvchining, bu yerdagi 5idagi kitoblarning degan ism kelgan va oxirdagi 4ining oldidagi bu kitoblarning 5 kutubxonaning, kitoblarning 4 o'qituvchining, bu yerdagi kitoblarning degan ism tushib qolsa bo'ladi. Ya'ni tushib qolishi mumkin. Bugungi darsimizning oxiriga keldik. Darsimizning oxirida bu darsimizga munosabatli bo'lgan tuvandagi ikki savolni so'rab o'tamiz. Birinchi, son degan nima? Ikkinchi, sonlar turlanish va juplanish yo'llari bilan qaysi turlarni hosil qiladi? Bu savollarning javobini YouTube videomizning ostidagi inkas qismiga yoki Instagram hisobimizning DM qismidan uchur yozib avasanglar bo'ladi. Undaqdan keyingi soat darsimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.